odatda Jabroil alayhissalom bir arobiy ko'rinishda kelardilar yoki hech kim ko'rmas edi-yu, Rasulullohni bir yuk bosar edi, shunda vahiy kelar edi, Allohning xabari kelardi. Bu safar Jabroil alayhissalom keldi, Rasulullohning yelkasiga boshini qo'yib yig'lab yubordi. Ya Jabroil, nimada tabki? Ey Jabroil, nima yig'layapsiz? Qad jaa xabarul qiyoma, qiyomatning xabari kelib qoldimi? La ya Rasululloh, yo'q, Rasululloh qiyomatning xabari kelgani yo'q. O'g'lim tuzalib qoldi deb xursand bo'lyapsiz. O'g'lingizni yaxshi ko'rasiz dedilar. Ya Jabroil, o'g'limni dunyoga ishonmayman. Haqiqatda yaxshi ko'raman. Juda ham o'g'limga muhabbatim baland dedilar. Jabroil yana yig'ladilar. Ya Rasululloh, men bilan birga kim kelganini bilasizmi? Kim keldi ya Jabroil? Azroil alayhissalom keldilar. Bugun o'g'lingiz ruhi qabz qilinadi. Alloh sizga hech qachon o'g'il farzand bermaydi ekan dedi. Sizdan keyin o'g'lingizni payg'ambar maqomiga olib chiqib qo'yadi deb tashvish qilinadi. Hamda dedilar. La yajma'ani muhabbatayn fil qalbil wahid. Bitta qalbda ikkita muhabbat jamlanmaydi. Yo ummatni tanlang, yo o'g'lingizni tanlang. Rasulullohning butun vujudlari qaltirab ketdi. Dod devordilar. Ya Rabbiy, qarigan chog'imda bu qandoq imtihon bo'ldi endi. Ey Jabroil birodar dedilar. Bu qandoq menga imtihon, qandoq bo'ldi endi. Shundoq o'tirib qoldilar, yig'lab vordilar. Jabroil alayhisalom yig'lab turib aytdilarki, ya Rasululloh, hamma farishtalarning duoga qo'lini ochib qo'ydi. Men o'zim ham duo qilaman. Sizning duoyingiz shubhasiz qabul. Keling Allohga duo qilaylik. Siz olamdan o'tguncha o'g'lingiz turib tursin dedi. Rasululloh aytdilarki, shundoqmi ya Jabroil? Men o'g'limni umrini so'rashga kelgan payg'ambar emasman-da. Mayli, ya Jabroil. Men agar ixtiyor berilsa ummatni tanladim. Lekin duo qiling siz ham, men ham duo qilayki, o'g'limni o'rniga islomga xizmat qiladigan farzandlardan sahoba ummatlarimga, oxir zamon ummatlarimga Alloh o'g'limni o'rniga sadoqatli farzandlarni bersa ajab emas. Duo qiling deb yig'lab duo qildilar. Ya Jabroil, o'g'lim bilan xayrlashib olishlikka ijozat berilarmikin? Azroil alayhissalom sizni ishorangizni kutyapti. Hayo qilyaptilar, uyalyaptilar. Rasululloh chiqib qarasalar, o'g'illari sog'lom bo'lib qolgan. Bir nechta sahoba bolalar bilan o'ynab yurgan ekan, yong'oq o'yinga o'xshagan bir o'yindi. Qarasalar ichida eng chiroyligi o'zini o'g'li. Go'zal xulqli, go'zal suratli. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uzoq o'g'illariga tikilib turdilarda, "Ya qurrata ayn, ey ko'zimning qarosi, ta'al bu yoqqa keling" dedilar. O'g'illari yugurib keluvdilar, o'g'illarining boshini silab, bag'riga bosib, "O'g'lim, siz safarga ketadigan bo'lib qoldingiz-ku" dedilar. Xursand bo'lib o'g'illari hal albisa libasan jadida, unday bo'lsa yangi kiyimlarimni kiyib olayimmikin? Rasululloh yig'lab yuborib, ey bolam, siz kiyim kerak bo'lmaydigan, dunyo kerak bo'lmaydigan joyga ketadigan bo'lib qoldingiz. Uyga kirib bir mehmonda ziyorat qilib chiqishingiz kerak dedilar. Fahmi farosatda Rasulullohning qoni bo'lganligi uchun farzand darhol tushundilar. Unday bo'lsa mana bu yong'oqni omonat oluvdim berib qo'yay dedilar. Bu gapni eshitib Rasululloh dod devordilar. Ya Rabbi, shunday omonatchi, shunday bir farosatli o'g'lim bor edi dedilar. O'g'illari borib haligi yong'oqni o'rtoqlariga berib, har biri bilan qo'l berib xayrlashdi. Xuddi kattalardek ularni ba'zi birlarning yuzini qo'yib mahkam bag'riga bosdi. Jabroil alayhissalom chidamayaptilar, yig'lab turibdilar. Ya Rasululloh, duo ilalloh. Allohga duo qiling, Allohga duo qiling deb turibdilar Jabroil alayhissalom. Rasululloh yig'lab o'g'lini tomosha qildilar. Hamma o'rtoqlari bilan quchoqlashib keldilar. Rasulullohga aytdilarki, "Ya abi, ya otajon, endi siz boshlang. Chunki siz otaning ehtiromi haqida ko'p hadis aytgansiz. Sizni oldingizda ketsam beodobchilik bo'lmasin, orqangizdan boraman." Bu gap yana Rasulullohga olov quydi. Ya Rabbi, farosatlik, aqllik, taqvodor o'g'lim bor edi. Orqalaridan ketdi. Yo'lda sahobalar bilan ham xayrlashdi. Abu Bakr Siddiqlarni quchoqladi bola. Ular nima bo'layotganini tushunmaydi. Nimaga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yig'layapti? Nimaga bu go'dagi hammasi bilan quchoqlashib xayrlashyapti? Hech kim tushunmaydi.
Uyga kirishlari bilan burchakda o'tirgan Azroil alayhissalomga o'g'illari Ibrohimning ko'zi tushdi. Mehmon deganingiz shumi dedilar. Ha, shu o'g'lim. Otajon, bu mehmonga qarasam qaltirab ketyapman, qo'rqib ketyapman. Ey bolam, bu mehmon shunaqa odamlarni qo'rqitadigan, otadan bolani ajratadigan, qabristonni obod qilib, shahristonni barbod qiladigan mehmon dedi. Shu zahoti o'g'illarning boshiga og'riq kirdi. Mahkam boshini ushlab, "Yuallimuni ra'si", boshim qattiq og'rib ketyapti deb qoldilar. Rasululloh o'tirdilarda, "Keling o'g'lim, boshingizni qo'yib oling oyog'imga" dedilar. Shunday tizzalariga boshini mahkam qo'yib oldi. Rasululloh o'g'lini mahkam ushlab, "Ya Jibroil, qayerdasiz?" "Shu yerdaman ya Rasululloh." "Azroilga ayting, o'g'limni jonini sekin olsin" dedilar. "O'g'limni qiynamasin, Allohga berdim. Qiynamasdan jonini olsin" dedilar. Jabroil olsin yig'layaptilar. O'g'illari bir qaltiroq tutdi, Rasulullohga bir qarab tabassum qilib, bir kuldilarda jon taslim qildi. Rasululloh o'zlari yuvdilar, o'zlari kafanladilar, o'zlari janoza o'qidilar, o'zlari borib qabrga qo'yib tuproq tortgandan keyin dod deb yig'lab yubordilar. Ashoblar aytdilarki, "Ya Rasululloh, o'zingiz qaytargan narsani o'zingiz qilasizmi? Axir yig'lamang deyardingiz-ku." Ey azizlarim, bo'lgan voqeadan sizlar bexabarsizlar. Bugungi mening boshimga tushgan imtihon insonning boshiga tushsa toqat qila olmas edi dedi. Bugun Alloh uchun ummatimni ixtiyor qilib o'g'limni topshirdim dedi. Agar o'g'lim sizlarning o'g'lingiz bo'lganda o'ynab yurgan bo'lardi. Hamma sahobalar yig'ladilar. "Yo vaylato" dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga "Yo musibato, bunday musibatga Alloh sizga sabr bersin" dedilar. Azizlarim, haqiqatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam orzu qildilarki, meni o'g'limni o'rniga, meni ummatimdan o'rnini bosadigan o'g'illar chiqadi deb. Endi bir fikr qilaylikchi. Biz shunaqa farzand bo'lib boryapmizmikin?